Azdaka. Nima voqima qilasan? Ko'cha osh nimaligini bilasizmi? Yo'q, bilmayman, qayerdan bilay. Aka, hech bo'lmasa siz bilasizmi ko'cha osh nimaligini? Ko'chada qilayotgan oshlarmi? Ayyag'e. Dilmurod aka, O'ylab ko'cha osh nimaligini bilasizmi? Ha? Men ko'cha osh nimaligini bilib yurgan paytimizda siz borib, mayda o'qirdingiz. O'rtoqlar, sizlar bilasizlarmi ko'cha osh nimaligini? Vodiyning sevimli ko'cha osh taomini birgalikda tayyorlaymiz. Bismillah. Piyoz. O'zi bu ovqatga go'sht keragi yo'q, lekin mayli, ozgina sovoramiz ani. Bismillah. Endi rabatni mayda kubik shaklida to'g'ralgan sabziga beramiz. Bolgarskiy. Ovqatimiz chiroyli rang bo'lishi uchun tomatdan ham sovoramiz. Qaranglar o'rtoqlar, qanaqa chiroyli rangga kirdi. Endi bo'lsa saltan tuzlarini qo'shib yuboramiz. Mahsulotlarni qo'rib oldik, endi bo'lsa suvni quyib yuboramiz. Suvdan keyin o'rtoqlar, mana shunaqa oq juvori bor, juvori deyiladi. Mana xuddi shu narsadan va o'tilgan oq loviyamizni sovoramiz. Ovqatimizga xushbo'y ta'm berish uchun mana shunaqa lavr yaproqlaridan ham sovoramiz. Do'stlar, mana ovqat bir me'yor qaynagandan keyin bunga mosh bilan pirlovka sovoramiz. A few moments later. O'rtoqlar, ovqatimiz ham qaynab juda maromga yetib, ezilib pishyapti. Endi mana shu joyida kartoshkani sovoramiz. Do'stlar, bizda oxirgi jarayon, mana ovqatimiz pishishiga 10-15 daqiqa qoldi. Endi shu jarayonda mana bunaqa tiftellarimizni sovoramiz, ya'ni qiymalarimiz. Qani, bismillah. Oh. Bay o'rtoqlar, mana ovqatlarimiz tayyor bo'ldi. Gap bo'lish mumkin emas. Hidlari ham, ranglari ham xudo xolasa ko'nglimdagidek chiqdi. Qani endi suzib akalarga taqdim qilamiz buni. Bismillah. Bismillah. Qo'qonskiy ko'cha sho'rva. Olinglar. Shunaqa qilib o'rtoqlar, bu ovqatim akalarimga juda ham ma'qul keldi. Ramazon oyida uy sharoitida tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Vodiyliklar ko'cha osh haqida kommentariyada u narsa tashab ketarsizlar.